Assalomu alaykum hammaga. 14 dekabr 2025-yil Turkiyada boqilayotgan mollar haqida tushuntirib o'tamiz. Bitta molga bir kunga ertalabga kechqurun beriladi yemi. Bir kunga bitta molga, bitta semental molga 450 kilolik, 400 kilolik joyviz semental va galishtin zoti g'inojin mollar. Erkak emas, g'inojin mollar. Xo'p, ertalabga 1 kilo arpa, kechga 1 kilo arpa. Keyin bu yemdan 2 kilo yem, ertalabga, kechqurunga 2 kilo yem. Bundan 1 kilo Makka jarmasi bu, Makkaning ezilgani. Bundan 1 kilo ertalabga, 1 kilo kechqurunga. Samon 3 kilo samon, mana 35 sotik joyda 250 ta mol saqlanmoqda. 250 ta mol saqlanmoqda. 35 sotik yerda. Xo'p, 2 kilo nima yedi? Bida yedi. 2 kilo bidamiz bor. Samonda aytdim-a? Samon aytdim. Bu samon turadigan joyimiz. U bir tarafda, o tarafda nimamiz bor? Yem saqlaydigan joyimiz bor. Bu uyimiz. Ochiqlikda boqiladi mollar, qo'yilgan holatda. Mana usti tunuka bilan yopilgan. Bu tarafga 40 ta mol, bu tarafga 40 ta mol ketadi. Har bitta boshidan oxirigacha 20 metr joy. Bittasi 5 metrdan, buradan bu yoqdan bu yoqqacha 5 metrga 10 ta mol ketadi. 5 metrga 10 ta mol. 5 metrga 10 ta mol. Usti tunuka bilan yopilgan. Mana mollarimiz. Ertalab kechqurun yem beriladi faqat. 2 kilodan 2 kilo ertalab, 2 kilo kechqurun. Lavlavi, qizil lavlav dedi O'zbekistonda. Qizil lavlav dedi. O'shandan 2 kilo, kechqurun 2 kilo, ertalab 2 kilo beriladi. Buni tushuntirib o'tmoqman. Urg'ochi hayvonlar. Keyin zanjiri bor. Zanjir tortadi bu tarafda ularni hayvonlar oyog'i bilan olib keladi. Keyin bu yoqda zanjiri bor. Bu yoqda temiri bor, bu yoqda ham temiri bor. Keyin bu nimasi? Po'qi nimasi? Axlati bu yoqqa tushadi. Axlati bu yoqqa chiqadi. Mana zanjir o'tkazganmiz. Zanjir o'tgan. Zanjir tortib, makinasi bor. Tortib chiqaraveradi. Bu yoqqa to'kaveradi, keyin bu yoqdan mashinalar olib ketadi, katta mashinalar. Xo'p, mana sementallar. Semental zoti dedi. Kunlik 2 kilo, 1,5 kilo go'sht olıyor. Go'sht olyapti. Nima turkchada gapirib nima qilyapti? O'rganib qolganmiz. Turkiyada ishlab turkcha ovoz nima qilyapmiz? Turkcha chiqaryapmiz ovozni har yerda. Parvo qilmaysizlar. Yo'qsa bir kommentariya yozib, tushunmagan narsalarni kommentariyaga yozib, nima qilib ketinglar. Like bosib ketinglar yo'qsa. Semental mollar. Soat 5 ta ertalab, 5 ta kechqurun beriladi yemi. Bo'ldi, tamom. Boshqa narsa berilmaydi. Soatini bir xil qilish kerak. Soat ertalab 5 ta, kechqurun 5 ta. Lavlo degan narsamiz ko'rsataman. Mana bunaqa bo'ladi. 1 tonna, bir donasi 1 tonna. O'zimizda O'zbekistonda yo'q. O'zbekistonda ham endi kirib kelyapti mana. Ochamiz va molga beramiz. Lavlo urug'i. 35 sotik joyda 250 tonna mol bor. Xo'p, bu yoqda bir 100 ta desak ham 100 ta qo'yganmiz 80 talik joyga. Ko'pdan qo'yganmiz. 100 ta qo'yganmiz. Bu yoqda 100 ta, bu yoqda 150 ta mol bor. Mana sementallar. Otishga qarang. Xo'p, bu hammasi ochiladi turbaning orqa tarafi bu. U tarafda ham bor, bu tarafda ham. Orqa tarafini tushuntiryapman.
hamma tomoni ochiladi. Mollarni chiqarib eshiklari yopiladi, ochiladi, bu turbalar ochiladi. Xo'p, agar mol bu yoqdan tozalanadi keyin. Nima pagurchik bor. Pagurchik bilan surib tozalanadi. Surib nimaga chuqurga tashlanadi. Bu yoqlar ochiladi hammasi. Turbalar ochiladi. Agar hayvonga ignapi o'kkol qilaman desangiz, men bu yoqqa suqiladi. Bu yoqlar ochiladi, hammasi ochiladi bu yoqlar. Mana bulutda turibdi, hammasi ochiladi. Ochiladi, keyin bu yoqdan po'qlari suriladi har bir oyda. Endi mana bu molxonamiz. Bu ham tunuka bilan yopilgan profil tunuka, semental va galishtin zotlari bor. Bu makinasi, yem qorima makinasi. Yem qorima makinasi. Bunga 2,5 tonna yem ketadi. 2,5 tonna sammon aralashtirib 2,5 tonna. Xo'p, makina deganda bu yer ochiladi. Bu yer ochiladi. Bu yoqlar, bu yoqdan yem tushadi. Bu yoqdan ishlatasiz. 2 balonli. Bu yoqdan ham yem tushadi. Ichini ko'rsatib o'taman. Ichida pichog'i bor. Pichoq yanchib, keyin bu yoqdan tishiradi. Xo'p, molding mana molxona. Bu 50 metr. Boshdan oxirigacha 50 metr, 60 metr chiqadi. 150 ta mol saqlanadi. Ko'rinyapti. Yaxshilab pastdan ko'rsatib o'taman. Mana yem beradigan narsasi bu, yurib, bu yoqdan to'g'ri kelib, bu yem to'kadi. Mallar yotibdi. Bu nimasi? Bunisi tagligi bu tarafi ochiladi. Keyin pagurchik bilan surilib tashqariga chiqaradi. Tamam. Semental zot va galishtinlar. Qishda ham, yozda ham shu yoqda yotadi mollar. Tamam. Yopilmaydi, hech qayer yopilmaydi. O'zimizda klyonka, O'zbekistonda klyonka bilan boshqa bilan yopib tashlaydi, mollar semirmaydi. Qorning tagida, sovuqning tagida yotsa, yemni yesa mollar, undan so'ngra semiradi. Issiqqa klyonka yopib, boshqa narsa yopib, molga yaxshilik qilaman deb nima qilmanglar. Mol boqadiganlar. O'z shu sovuqqa, issiqqa o'zlari o'rganadi bularning. Shu ochiq yerda hech narsa qilmaydi. Semental va galishtin zotlari. O'zimizning mollar ham bor. O'zbekistonning местный mollari ham bor orasida. Hammasi semental va galishtin emas. O'zimizning местный mollarimiz ham bor ichida. Sariq, pariq qo'shilgan ozroq, bir-ikki ta bor. Hech narsa qilmaydi molga. Suvni qayerdan ichadi deganmiz? Suvda bu yoqdan shilang tortib kelganmiz. Keyin bu yoqda bitta bor, yashil ko'rayotgan bo'lsa, yashil bitta. Keyin u yoqda bor. Shilang bilan tortib kelganmiz, avtomatik suv keladi. Bo'ldi. Bitta odam 300 ta molga qarasa bo'ladi. Bitta odam 300 ta molga. 300 dona molga bitta traktor bor. 300 dona molga qarasa bo'ladi. Sementallarimiz hammasi suvni u yoqdan ichadi, bittasi u yoqdan keladi, ikki tarafdan suv ichadi. 1 oy, 2 oyda osti bir tozalanadi. Tagi. Keyin bu yoqdan yem to'kiladi. Bu tamom, bu yoqda sementallar. Shu bilan videomiz yakuniga yetdi. Yoqsa kommentariyga yozing. Tushunmagan yeringizni kommentariyada tushuntirib qo'yaman. Qanaqa boqilish, nima bo'lish, qanaqa mol olish, qaysi semirish, nima bo'yicha hamma narsasi nima qilamiz? Tushuntirib o'tamiz, o'rtoqlar. Xo'p, mana molxonamiz, orqa tepa tomonlari. Mana sementallarning ham bitta narsani tushuntirib o'taman. Sementallarning ham semiradigani bor, semirmaydigani bor. Go'sht oladigani bor, go'sht olmaydigani bor. Mana bunaqa sementallar
go'sht oladigani zoti bor. Sementallarning ham ichida zoti bor. O'zlari masalan O'zbekistonning molining ichida ham zoti bor. Bu yoqda ham zoti bor. Sementallarning ham orasida zoti bor. Semiradiganlar bor, semirmaydiganlar bor. Semental bo'lsa bo'ldi, semirib ketadi degani emas. Semental bo'lsa zo'r mol bo'ldi degani emas. Mana bu semental. Mana bu o'zgarmagan, hech go'sht olmagan. Zoti boshqachami, ichida bir nimasi bormi, hech o'zgarmagan. Mana bu ham semental. Bu ham o'zgarmagan. Semental Grimford aralash bu ham. Xo'p, mana bu o'zimizning mollar. Mana sariq o'zimizning mollar. Sementalning ham yaxshisi semirib ketadi. Qarab olish kerak. Semental oladigan odamlar adashmas kerak. Xo'p, bular so'yiladi. Bular 12 oy davomida buzoqlar 5 oy davomida boqilgan. 12 oy davomida buzoqlar 5 oy davomida boqilgan. Hozir 5 oy bo'ldi. Yana bir 5 oydan keyin so'yiladi, ketadi. Tamam. 10 oy, 11 oy boqiladi.